Bugun sizlar bilan O'rta Osiyoda yagona hisoblangan faqatgina Chimyondan chiqadigan oltin gugurtli suv haqida gaplashamiz. Yer ostidan chiquvchi tabiiy oltin gugurtli suvlar nimalarga foydali haqida bilarmidingiz? Bugun sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Teri kasalliklari, ya'ni teri kuygan, qichima, allergiya bo'ladigan insonlar uchun tinchlantiradi va davolaydi. Bundan tashqari sahrining diabeti baland insonlar uchun sahrini me'yorga tushiradi. Bo'g'in og'riqlari, suyak yemirilishlari barchasini yosh katta insonlarimiz uchun shifo beradi. Eng asosiysi, bo'yin, bel grijasi bezovta qiladigan bemorlar ham to'g'ri Chimyon chashma sanatoriyasiga kelaverasizlar. Bu lesisalarning zo'r shiori bor. 100 ta pog'oni tepaga ko'tarsangiz, tanangiz yanada ko'rkamlashadi. Onaxonlar ko'ryapsizlarmi, hech ikkilanmay to'g'ri chiqib ketyaptilar. Bu yerdan nafaqat tanangiz zavq oladi, hattoki ichki organizmingiz ham bu yerdagi mashqlardan ishonavering, aniq yosharib ketadi. Chimyon chashma sanatoriyasining lyuks va polyuks xonalari bo'lib, bu lyuks xonasi bu onaxonimiz sizga tanishtirib ketmasam bo'lmaydi. Onam qayerdan keldingiz? Sirdaryodan keldim. Mashalloh. Shu jichcha odamlarni alami ketib qolsa necha yoshdasiz? 84daman. Mashalloh, 84 yoshda onam Sirdaryodan atilib Chimyon chashma sanatoriyasiga keldilar. Chimyon chashma sanatoriyasidan nafaqat dam olasiz, bemalol klinika sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni kardiolog, urolog, endokrinolog, terapevt xizmatlari ham mavjud. Shuncha ma'lumotdan so'ng sizning ham yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, ota-onangiz bilan birga kelgingiz kelib ketdimi?